Diqqat, xalq tezkor xabar. Farg'onada choyxona va korxona 682 million so'mlik gazni o'g'irladi. Farg'ona viloyatida o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq ikkita holat aniqlandi. Bu haqda elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Quvasay shahrida prokuratura shtabi tomonidan o'tkazilgan nazorat tadbirida KFK MCHga qarashli korxona gaz tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanib 481 million so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalangani aniqlangan. Shuningdek, Farg'ona tumanidagi fuqaro YBga tegishli choyxonada ham tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holati qayd etilgan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, mazkur holat 201 million so'mlik zarar yetkazilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Farg'ona viloyatida 797 million so'mlik tabiiy gazdan noqonuniy foydalangan novvoyxona aniqlangan edi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.